Assalomu alaykum. Qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Farg'ona shahar asl uy-joy jamoasi sizlarga eng yaxshilarini ilinishga harakat qilib boryapmiz. Do'stlar, sizlarga bitta zo'r joy topib qo'ydim. Bu joyimiz Katta yo'lda bo'yida joylashgan. O'zi aslida turar joy do'stlar, hujjatlari bor. Birinchi qavatimiz 200 kvadrat metr, ikkinchi qavatimiz 200 kvadrat metr. Jami 400 kvadrat metrdan iborat. Undan tashqari gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Eng asosiysi 100% pishig'ishda qurilgan. Ko'rishlaringiz mumkin, plitalar bosib qo'yilgan. Endi bu joyda xohlasangiz olib turib yashab olsangiz ham bo'laverar ekan, yokida o'sha xususiy maktab, xususiy bog'cha, klinika deymizmi, xullas kalom magazin deysizmi, o'zingizni biznesingizni boshlasangiz bo'ladi. Endi bu joyda narxi 130 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta kelishiladigan joy bor. Qiziq joyini aytaman sizga. Joyimiz naqd pul va bank orqali ham ishimiz bitaverar ekan. Sizlarga adresni 100% ko'rsataylik. Binoni sizga oddiy tushuntirib beraman. Ungacha siz kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Bismillahirrohmanirrohim deb chiqamiz tashqariga. Chiqqanimizda bu joy mana ko'rishingiz mumkin, Katta yo'lda bo'yida joylashgan. Manzilni sizga to'liqroq tushuntirib bersam, bu tomondan Kirgili Kanechkadan kelasiz, Temir bozoridan Katta yo'lda bo'yi. U tomonga to'g'ri yurib chiqadigan bo'lsangiz, Neftchi stadioni o'ngga yurib chiqadigan bo'lsangiz, Kirgiliga chiqsangiz bo'ladi. Ana 20-maktab do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bu endi domimizni tashqi tomondagi tashqi fasad qismi. Ko'rib bahoni bitta o'zlaring beringlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol tepadagi raqamlar, joy egalari, telefon raqamlari ushbu joyda bitta qo'ldan xarid qilsangiz bo'ladi. Endi qarang, baqa keling operator. Cho'tni oldini siz o'zingizga chiroyli qilib zilonniy zona qilsangiz bo'ladi yoki mashinaga, parkovkaga joy qilsangiz bo'ladi. Xususiy bog'chaga, maktabga, klinikaga eng asosiysi yashagani ham zo'r joy. Sababi aytib o'tganimdek do'stlar, joyimiz turar joy. Keling, operator bu tomonga yuramiz. Endi bu tomondagi shart-sharoitlarni qo'ldan kelganicha ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, romlarimiz ko'rishlaringiz mumkin, akfa ekan, eshigi taxtadan, aynalarimiz romlari taxta ekan. Kirganimizda kattagina plashatka do'stlar, bu plashatkani o'zingizga moslab perigorodga qilsangiz bo'ladi. Misol uchun, shunday qilib to'sasiz, mana bitta xona xohishingizga qarab turibdi. Endi misol, bunisi mana ikkinchi xona bo'lishi mumkin, xohlasangiz uchinchi xona. Xullas kalom kattagina o'zingizga yokida misol uchun xonalarning sonini kattaroq qilsangiz bo'ladi. Bu tomonda ham bemalol perigorodga qilib to'sib olsangiz bo'lar ekan. Xohishingizga qarab turib do'stlar, bu joyda o'zingizga moslasangiz bo'laveradi. Sababi juda ham katta joy. Eng asosiysi, birinchi qavatimiz o'zida mana ko'rishlaringiz mumkin, sanuzel hojatxonaga joy ham tashab ketilgan ekan. Xo'p, bu ham zo'r, bu ham qiziq. Eng qizig'i bu tomonda, sababi joyimiz orqa tomonda ham alohida yana kattagina plashatka qismi bor. Tinch hududda joylashgan. Buni ham sizga operatorim bilan birgalikda ko'rsatishga harakat qilaman. Tushmay qo'yaverasiz, operator faqatgina ko'rsatib qo'yamiz xolos. Mana bu tomonni ham ko'rishingiz mumkin. O'zingiz o'sha shaxsiy mashinalaringizni bemalol qo'yib turib joylasangiz bo'ladi. Bu tomondan kirdi, chiqdi, xotimiz ham bor ekan. Joy zo'r, lokatsiyasi zo'r, narxi undan-da zo'r. Hozir 100 ming dollarga, 110 ming dollarga 2 xona, 3 xonali kvartira ham Farg'ona shahrida ichidan beryapti. Bu joyda siz bemalol olasizda, o'zingiz chiroyli biznesingizni boshlasangiz bo'ladi. Eng asosiysi, joyimiz naqd pul va kredit asosida ham chiqaveradi. Sergap Azbek agar realni xaridor bo'lsa deyapman. Zinalarga ham bitta e'tibor berib qo'ying. Narsalarda ayashmagan ekan, o'zingizlar uchun qilingan ekan. Endi hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra ushbu joyimiz zudlik bilan sotilyapti. Xo'p, kirganimizda proxod hol, mana bu tomonda mana qilib perigorodga qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, kirganimizda bu tomonda kattagina zal, bu tomonda ham bitta oynasi bor, bu tomonda ham bitta oynasi bor. Ko'ring, patologik balandligiga bitta e'tibor berib qo'ying. Suv montajlari bo'lgan ekan, gaz montajlari bo'lgan ekan, kanalizatsiya montajlari bo'lgan ekan. Bu tomonga kiramiz, bu tomonni ko'rsatamiz. Bu tomondan oynadan ham bitta tashqarini ko'rsatib qo'ying. Mana bitta xonasi, o'zini shundoqqina derazasi katta yo'lda bo'yiga qarab turibdi. Hudud zo'r, aytib o'tganimdek. Shoshilib qolinglar, hurmatli obunachilarim, har doim ham bunaqangi narxga, bunaqangi joy sotuvga chiqarmaydi. Xo'p, kirganimizda proxod hol, bu tomonda bitta xona bor. Operatorim ko'rsatadi sizga chiroyli qilib. Xo'p, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Xo'p, bu tomonga kiramiz. Kirganimizda bitta xona, bu tomonda yana bitta xona, bu tomonda yana bitta xonasi bor. Juda ham zo'r ekan. To'g'risini aytsam, puli bor odam oladigan bo'lsa, juda ham zo'r biznes boshlasa bo'ladi. Bu tomonda mana ko'rishingiz mumkin, sanuzelga alohida joyi ham bor. Va oxirgi xonamiz bu tomonda joylashgan. Buni ham holatiga bahoni o'zlaring berasizlar. Tashqariga chiqamiz, tashqariga chiqib narx-navosini aytaman. Yo'qsa, pastdagi raqamlardan ma'lumotini olib, ushbu joyda bitta qo'ldan xarid qilsalaring bo'laveradi. Qani ketdik pastga. Xo'p do'stlar, sizlarga ichkarini 100% ko'rsatib berdim. Xato nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Aytib o'tgandek, bu tomondan o'sha Neftchi stadionidan 20-maktabning oldidan kelasiz. Yo'lni bo'yidagi ushbu orqada turgan faizli joyimiz zudlik bilan sotilyapti. Narxi 130 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta kelishiladigan joy bor. Undan tashqari joyimiz naqd pul va kredit asosida ham chiqar ekan. Katta yo'lni bo'yidan faizli joy yoqtirib yurgan do'stimizga, tanishimizga ushbu videoda maksimal darajada jo'natib qo'yishni
unutmang. Xato nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunsa, video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'ling va biznesmen akalarga, opalarga va joy yoqda yurgan insonlarga ushbu videoda jo'natib qo'yinglar. Keyingi yangi videogacha xayr, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan doimgidek Farg'ona shahridan o'sha Sergap Azizbek bo'ldim. Xayr do'stlar.